Assalomu alaykum. Biz bugungi video darsimizda kompyuter xotirasidan batamom o'chib ketgan ma'lumotlarni qanday qilib tiklashni o'rganib chiqamiz. Buning uchun biz RStudio dasturidan foydalanamiz. Ko'p eshitamiz, kompyuter xotirasidan bilmay turib fayllarni, papkalarni, videolar, xullas kerakli hujjatlar, umuman olganda kerakli ma'lumotlarni o'chirib olgandan keyin uni qayerdan topishni bilmasdan qaytadan fayllarni ya'ni noldan yig'ib chiqishga to'g'ri keladi. Biz mana shu narsalarni oldini olgan holda, ya'ni o'chib ketgan ma'lumotlarni qanday qilib tiklashni bugun o'rganib chiqamiz. Buning uchun hozir D diskimizdan kompyuter xotirasidan biror bir faylni o'chirib tashlaymiz. Misol uchun mana D diskimizda Lightway o'quv markazi degan papka bor. Mana uning ichida fayllar bor. Word, PDF va hokazo fayllar mavjud. Demak, biz shu fayllarni o'chirib tashlaymiz. Shift delete yordamida o'chiramiz, chunki kompyuter xotirasida umuman qolmaydi. Mana endi kartinkada bu ma'lumotlar yo'q, chunki o'chib ketdi. Endi keling, RStudio dasturi yordamida bu ma'lumotlarni qaytadan tiklab olamiz. Buning uchun RStudio dasturini ichga tushiramiz va bu yerdan, ya'ni ma'lumotimiz qaysi diskda bo'lsa, o'sha diskni tanlaymiz. D diskda bizning ma'lumotimiz mavjud edi. D diskni tanlaymiz. Va mana hozir bu D diskni skaner qilmoqda. Mana izlash jarayoni ham yakuniga yetdi. Endi mana qarang. Lightway o'quv markazi papkasining ustida mana X turibdi. Bu degani nima? Ya'ni kompyuter xotirasida mana shu ma'lumot, mana shu papka o'chib ketgan. Endi bunga galочка qo'yib qo'yamiz, ya'ni mana shu ma'lumotni tiklashi uchun belgi. Endi mana восстановление bosamiz. Mana shu yerga e'tibor berasiz. Kompyuter xotirasining qaysi disk qismidan, ya'ni qaysi diskdan ma'lumot o'chirilgan bo'lsa, ya'ni tiklanayotgan ma'lumot boshqa diskda tiklanishi shart. Hozir mana bizda ma'lumotimiz D diskda edi. Hozir tiklanayotgan joy, ya'ni C diskning user, admin, document, RTT va RStudio papkasining ichiga tiklanmoqda. Endi keling, shubha uyg'onmasligi uchun moy kompyuterga kirib, mana dokument ichida mana RTT degan papka bor. Buning ichida mana hech narsa yo'q. Hozir biz tiklashni boshlaganimizdan keyin ma'lumotni mana shu papkaga tiklab beradi. Mana OK tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar tiklanishi boshlandi. Bu yerda galочка qo'yib bering, minovat qilamiz. Mana ma'lumotlarimiz tiklandi. Keyin tiklash jarayonida o'sha mana bu восстановление bosganimizdan so'ng, mana hozir shu joyni qayta ko'rsak, восстановление bosganimizdan so'ng mana bu yerdagi o'sha o'zini sozlamalarga tegmaymiz. Chunki holatlar o'zgarib qolishi mumkin. Demak, tiklandi ma'lumotimiz. Endi buni ko'rib chiqamiz, ya'ni D diskning ichida dokumentga kiramiz va mana RTT ning ichida, RStudio ning ichida mana ma'lumotlarimiz turibdi. Mana barcha fayllar o'z o'rnida. Biz mana qisqacha bugun o'chib ketgan ma'lumotlarni tiklashni o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat.